Green Card yutgandan keyin nima qilish kerak? Birinchi navbatda DS260 anketasini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bu AQSh immigratsion vizasi uchun onlayn ariza. Formani to'ldirgach, qo'shimcha kerakli barcha hujjatlarni tayyor qilib qo'yishingiz kerak va tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. To'liq ro'yxatda kommentariyada yozib qoldiraman, kirib o'qib olishingiz mumkin. Undan so'ng sizga elchixona suhbatga kirishingiz uchun ma'lum bir kunni belgilab beradi. Viza suhbatidan oldin siz med ko'riklidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bularning barchasidan o'tganingizdan so'ng AQSh elchixonasida bo'ladigan suhbatga tayinlanishingiz kerak. Elchixona suhbatlaridan omadli o'tganingizdan keyin sizdan pasportingizni olib qoladi va o'rtacha 3 kun, 1 haftada Green Card DV vizalarini bosib sizga qaytarib beradi. Va mana shu viza bilan siz Amerikaga borib, keyin u yerda Green Cardingizni olasiz. Ya'ni siz Toshkentdan Green Card olmaysiz, Amerikaga borib turib Green Card olasiz. Green Card yutgan bo'lsangiz tabriklayman. Mana shu jarayonlarning barchasini qiynalmasdan boshqa o'rinlarsiz o'tkazib olish uchun Grand Viza markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Quyida telefon raqamlarimiz bo'ladi. Qo'ng'iroq qiling, sizga yordam berishga tayyormiz.